o'zinglarning tumaninglardagi penoblok sexi bilan men aytayotgan narxlarni hozir solishtirib ko'rasizlar. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, kommentariyaga gazini bor, zo'r narxlar ekan, omadinglarni bersin deb bir og'iz yozib ketish esdan chiqmasin. Endi yanada ishonchli bo'lish uchun mana aka bolalar ishlayapti, xudo xolasa. Primoy sex bitta atmosferasini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p, adashmasam 10 mingtadan oshiq penoblok hozir sotuvga tayyor. Hurmatli do'stlar, bugun sizlarga penoblok sexidan Primoy narx-navolarni obzor qilib bergani Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan Beksagamga qarashli sexga kelganman. Bugungi videoda hurmatli do'stlar, bu penobloklarning narxlari nech puldan bo'lyapti? Bitta penoblokimizning og'irligi necha kilo bo'ladi? Bunga qanaqa seriyalardan foydalanyapti? Dastavkalari qaysi tumangacha, necha puldan bo'ladi? Hammasini to'liq ma'lumotini olib beraman. Layklarni bosib, shunaqa penoblok qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Birinchi navbatda hurmatli do'stlar, men sizlarga penoblokka razmerlarini aytib o'tib ketaman. Bir dona penoblokimiz razmeri 30, 60, 20 razmerda bo'ladi. Bu eng xadovoy razmer hisoblanadi hurmatli do'stlar. Bunga qo'shilayotgan mahsulotlar asosan 450 markali semen qo'shiladi. Undan tashqari albastr gips qo'shiladi. Yana o'zining maxsus qorishma parashoklari bo'ladi hurmatli do'stlar. Shu tariqa bitta penoblokimiz tayyor bo'ladi. Xo'p, endi bu qurigandan keyin necha kilo bo'ladi ukam deydigan savolni beradigan bo'lsanglar, sof og'irligi 7 yoki 8 kilo atrofida bo'ladi hurmatli do'stlar. Bitta penoblokimizni 1 kilo, bitta donasini kilosi. Xo'p, endi buni dastavkalari, narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, narxlar vapshem shikolat narxlarda hurmatli do'stlar. O'zinglarning tumaninglardagi penoblok sexi bilan men aytayotgan narxlarni hozir solishtirib ko'rasizlar. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, kommentariyaga gazini bor, zo'r narxlar ekan, omadinglarni bersin deb bir og'iz yozib ketish esdan chiqmasin. Xullas, bir dona penoblokimizning narxi agar sizlar sexga keladigan bo'lsanglar 10.500 so'mdan olib ketsanglar bo'ladi. Yo'q ekan, bizning vaqtimiz yo'q, telefon qilamiz, dastavka orqali chiqarib yuborsin deydigan bo'lsanglar, dastavkasi bilan uylarga 11.000 so'm bilan kirib boradi. Agar katta ob'yom, obyekti bor, prorab akalarimiz aloqaga chiqadigan bo'lsa, endi ular kam 10.000-15 mingtadan kam olmaydi. Unisini endi Beksagamga telefon qilib to'liqroq ma'lumotini olasizlar. Men bilgan ma'lumotlar hozircha shular. Kelsanglar 10.5 ming so'mdan olib ketasizlar. Uylardan turib dastavkasini amalga oshiraman deydigan bo'lsanglar, 11 ming so'mdan uylarga kirib boradi. Primoy sex bitta atmosferasini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p, adashmasam 10 mingtadan oshiq penoblok hozir sotuvga tayyor. Mana bu yerda hozir 4 ta bola penoblok quyish jarayonida. Ularni ham xudo xolisa hozir borib ko'rsatib beraman. Undan tashqari bizada hurmatli do'stlar, regel koloniya deysizlarmi? Undan tashqari o'sha eshiklarning chetiga qo'yiladigan maxsus penobloklar ham ishlab chiqarilyapti. Unisiga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Mana e'tibor berasizlar. Men bu narsa o'sha adashmasam regel koloniyaniki bu. Orasiga bemalol armaturani tashab, bemalol ustini rastur bilan to'ldirib ketasizlar, tayyor bo'ladi. Yoki bo'lmasam, mana bunisiga e'tibor berasizlar. O'sha devorlarning eng chetiga armaturalarni karkaslarni to'qib bo'lgandan keyin bemalol quyib yuboradigan bo'lsanglar, bunga ortiqcha apalivka ham shart emas. Bittada ishinglar bitib ketadi. Endi yanada ishonchli bo'lish uchun mana aka bolalar ishlayapti, xudo xolasa. Narxlarini e'tibor berdilar, yomon narx emas, chunki 11 ming, 11.5 ming so'm sotilayotgan joyda Bekisagam narxlarni tushirib yubordi. Bu yoqqa sezon xalq maza qilsin, xudo xolasa ishini bitirib olsin. Mana quyilayotgan jarayonlar. Qoliplarda hozir tayyor penobloklar xudo xolasa taxlanadi qurigandan keyin. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Yoki bo'lmasa shunaqa penoblok stanoklari kerak bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqaveringlar. Hamma ishlarni bitirib beradi. Atmosferani bitta ko'rasa, layklarni bosib, shunaqa penoblok qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.